Peygamber hayotidan tomchilar. Tabuk urushi. Mekkening musulmonlar tarafidan ichilishi ko'plagan odamlarning islom diniga kirishiga sabab bo'ladi. Odamlar to'p-to'p bo'lib islom dinini qabul qilishga boshlaydi. Nurg'un arab qabilalari musulmonlarga qo'shilmay, ham mushriklarga qo'shilmay, faqat o'ttira hol siyosatini tutib kelgan edi. Ular kim haqiqat ustida bo'lsa, shu yengib chiqadi. Keyin biz yengib chiqqan taraf bilan ittifoq quramiz deyishadi. Shundaqla Makka ichilishidan burun Mu'ta urushimi arablar orasida qattiq ta'sir yaratgan edi. Endi Makkaning ichilishidan keyin bu qabilalarning hammasi Payg'ambar alayhisalomning oldiga qasamyod berish uchun keldi. Allah Taala Qur'on Karimda mundaq deydi. Allah'ның yordami kelib, utuq nesib bo'lgan chaqda odamlarning to'p-to'p bo'lib Allah'ның diniga kirayotganligini ko'rgan chog'ingda Allah'ni maqtab tasbih aytqin va uningdan kechirim tilagin. Allah haqiqatan bekmo kechirimchandir. An-Nasr surasi. Tabuk urushi bo'lsa Makkaning ichilishidan keyin yuz berdi. Rim imperiyasi musulmonlarni o'zlari uchun bir xatar deb tushunadi. Musulmonlar Rim tavasidagi arab qabilalariga salbiy bir ta'sir qiladi deb ishonadi. Mu'ta urushi ularning bu fikrini texmo kuchaytirdi. Shunga Rim imperiyasi sharqdan kelayotgan xatarning oldini olmoqchi bo'lib, nihoyat katta bir qo'shin to'plab, oxirgi bir zarbi urush orqali islomning ta'sirini yo'qotmoqchi bo'ldi. Bunun xabari musulmonlarni qattiq andishiga soldi. Rim imperiyasining 100 minglagan askarlari bor edi. Ular besib kirsa, Madina xalqi ularga qarshi tura olmadi. Shu sababdan ular har qanday bir ovoz yoki shovqindan cho'chiydigan bo'lib qoldi. Kechalarning birida qattiq bir ovozdan Madina xalqi cho'chib o'qinib ketdi. Hammasi Rimliklar besib kirdimikin deb o'ylab qoldi. Nemining ovozi ekanligini aniqlab kelish uchun ovoz chiqqan tarafga qarab mengayotganda ularning oldiga qorong'ulikdan Payg'ambar alayhisalom kelib chiqdi. Va andish qilmanglar. Men berib tekshirib keldim. Ansirashning hojati yo'q ekan. O'ylaringlarga qaytib deminglarni olaveringlar deb aytdi. Bu voqeadan vaziyatning qanchalik jiddiy bo'lganligini bilalaymiz. Shundaqla qorong'u kechida qo'rqmay yolg'iz berib kuzatib kelgan Payg'ambar alayhisalomning qanchalik botur bo'lganligini bilalaymiz. Payg'ambar alayhisalom cho'nqur fikr qilish va jiroqni ko'zlab plan qurish qobiliyatiga ega edi. Rim askarlarining islom diyoriga besib kirishi musulmonlarning arablarga bo'lgan ta'sir kuchini tushirib yetadi va Madina xalqi uchun bek xatarlik bo'ladi. İslomiy da'vat ishlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shunga ularning kelishini kutmay, aksicha Rim tavasidagi arab diyoriga harbiy safarga chiqish qarorini oldi. Payg'ambar alayhisalom odatda harbiy safarga chiqmoqchi bo'lsa, niyatini oshkorlamadi. Yoshirin ish qiladi. Lekin bu qitim hamma musulmonlarga ochiq xabar qilib safarga tayyorlik qilishni buyurdi. Makkaga va hamma ittifoqdosh arab qabilalariga elchi avatib Rim imperiyasiga qarshi jihodga chaqirdi. Payg'ambar chaqirig'ini anglab, har qayoqdan musulmonlar to'p-to'p bo'lib Madinaga kelishga boshladi. Orliq bek jiroq edi. 600 kilometrdan oshadi. Kunmi qattiq qiziyotdi. Onun ustiga xormlar pishib qolgan vaqt edi. Odamlar salqin xorma bog'larda yurishni xohlatdi. Shuning uchun munofiqlar bu safarga qo'shilmadi. Ham bundoq issiqda yo'lga chiqmanglar deb musulmonlarni ozdirib yurdi. Safarga niyatlangan kishilar haqiqiy jonboz, haqiqiy mo'min musulmonlar bo'ldi. Payg'ambar buyurg'i kelganda ularni bu dunyoning nozu ne'matlari ozdira olmadi. Shundaq pidokor askarlarning soni 30 mingga yetdi.
Lekin ko'pincha sahobalarning qoral yaroqlari va ot uloqlari yo'q edi. Ularni qoral yaroq va ot uloqlar bilan qamdash uchun musulmonlar yig'ish qilishga boshladi. Masalan, Osman ibn Affon 200 tөгini to'liq jabduqlari bilan tayyorlab payg'ambar alayhisalomga topshirdi. Keyin yana 200 tөгini sadaqa qilib berdi. Bir necha kundan keyin yana to'gi elib keldi. Osman ibn Affon sadaqa qilib bergan to'gilarning soni 900 ga yetdi. Keyin yana 200 ot sadaqa qilib berdi. Payg'ambar alayhisalom uning uchun duo qildi. Ömer ibn al-Xattob bir muncha oltin kumushlarni elib kelgan chig'ida payg'ambar alayhisalom uningdan oilangga bir narsa qoldirdingmi deb so'radi. Ömer mol dunyorimning yarmini qoldirib, yarmini elib keldim dedi. Birozdan keyin Abu Bakr Siddiq bir muncha oltin kumush ko'tarib keldi. Payg'ambar alayhisalom uningdan oilangga nima qoldirding deb so'raydi. Abu Bakr Siddiq Allohni va uning elchisini deb javob berdi. Ya'ni hammani elib keldim demakchi. Mana moshundaq fidokorlik bilan sahobalar Tabuk urushiga tayyorgarlik qildi. Sahobalarning orasida kambag'allarmi bor edi. Ulardan bir siqim xurma elib kelganlarmi bo'ldi. Chunki uningdan boshqa beradigan hech narsa yo'q edi. Ba'zi sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, bizning beradigan hech narsamiz yo'q. Bizni askar retida qabul qilsangiz" deb iltimos qildi. Lekin uloqlarning yetishmasligidan payg'ambar alayhisalom ularga "Sizlarni menguzdigan uloq qolmadi" deb javob berdi. Shu sahobalar bizning bu ishga foydamiz tegmadi deb qattiq qayg'urib yig'lab ketib qoldi. Munofiqlar bo'lsa ularni masxir qilib, "Bundaq issiqda nima japa?" deb kulishdi. Bu haqda Qur'on Karimda mundoq deyiladi. Ey iymon etganlar, sizlar yengil bo'lgan holatdami, ig'ir bo'lgan holatdami jihodga chiqinglar. Alloh yo'lida pul melinglar bilan jihod qilinglar. Agar bilsanglar, moshunda qilish sizlar uchun eng yaxshidir. Agar oson qo'lga keladigan g'animat va o'ng'ay safar bo'lsa edi, ular, ya'ni munofiqlar, cho'qim sanga agishib chiqatdi. Lekin bu orliq ularga jiroq bilindi. Tavba surasi 41-42 oyatlar. Yana mundoq deyilgan. Shundoqla safarga chiqish uchun seningdan uloq so'rab kelgan bo'lsa-mu, sen ularga "Mening sizlarni qamdash uchun uloqlarim yo'q" deganda, urushga sarf qilgan bir narsa topolmaganligi uchun g'amkin, ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishgan kishilarni ayblashga ruxsat yo'q. Tavba surasi 92-oyat. Allohning elchisiga qarshilik qilib, Tabuk urushiga chiqmay qolganlar uylarida mazza qilib o'ltarganiga xo'shal bo'lishdi. Ular Alloh yo'lida pul mollari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda safarga chiqmanglar deyishdi. Ularga aytqinki, do'zaxning o'ti texmi qiziqdir. Tavba surasi 81-oyat. Juma kuninglar barakatli bo'lsin.